Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizning Intellekt o'quv markazimizda Sefer sertifikatini olish uchun qancha muddat kerakligini bilib olamiz. Всем привет, меня зовут Насиба, я изучала Sefer, я получила сертификат B2, я рекомендую всем поступить в Intellekt. Men Ergashboyeva E'zoza 5 oy davomida Intellektga tayyorlanib, B2 sertifikatini qo'lga kiritdim. Men Yoqubjonova Marjona Intellekt o'quv markazida o'qib, 6 oy davomida B2 sertifikatini qo'lga kiritdim. Men Gaybulayeva Gulhayo 3 oy davomida Intellekt o'quv markazida o'qib, B2 sertifikatini qo'lga kiritdim. Hi everyone, my name is Asal Uzoqova. I studied in Intellekt for 2 months and got B2 certificate. And I recommend everyone to Intellekt. Hammaga salom, men ismim Ortiqboyeva Shukrona. Men Intellekt o'quv markazida 4 oy davomida o'qib, Seferdan B2 darajaga erishdim. Ha, juda qisqa vaqt. Ayni vaqtda siz ham o'z darajangizni oshirish uchun Intellekt o'quv markaziga tashrif buyuring.